Butulka emgan bola ona ko'kragidan chiqib ketadimi degan savol ko'p keladi. Men bu savolga ham ha, ham yo'q deb javob beraman. Sababini hozir shu videoda tushuntirib beraman. O'zim 3 ta farzandning onasiman va uchala bolam 3 xil katta bo'lgan. Ya'ni masalan, birinchi katta farzandim 7 oygacha onani ko'kragida katta bo'lgan, keyin искусственный, ya'ni shu o'tkazishga majbur bo'lganman, sababi butulka bo'lgan. Katta farzandim tug'ilganda men institutda 2-kursda o'qirdim va har kuni smes sog'ib tashlab ketardim va yo'g'imda uni ichirib qo'yishardi. Ikkinchi farzandim 2 yoshigacha ona sutida katta bo'lgan. Hech qanaqa smes, hech qanaqa butulkani umuman olmagan, lekin so'zga emardi. Chunki eshityapman, so'zga emgan bola ham onani ko'kragidan chiqib ketadi deb aytishyapti. Bu narsa umuman noto'g'ri. Chunki bola juda ham aqlli bo'ladi. So'zga bilan butulkani farqiga juda ham yaxshi boradi. Uchinchi farzandimni taxminan 3 oygacha aralash ham smes ham ona ko'kragida katta qilganman. 3 oydan keyin o'zim xohishim bilan искусственныйga o'tkazganman. Sababi ko'p rulda bo'lardim, bola bilan ko'chada bilasizlar, bizning sharoitda qiyin. Birinchi farzandimga qaytsak, men u paytda institut o'qirdim, 2-kursda va har kuni uni sutini sog'ib tashlab ketardim. Va shu hammaga mashhur kamera butulkasida u sog'ilgan sut berilgan. Lekin u paytda men yaxshi sifatli butulkalar borligini bilmaganman. Kamera butulkasidan foydalanganman. U butulkani ishlatganlar biladi. Agar teskarisiga o'girib qo'ysanglar, sut sharillab oqadi. Va bolam oson sut ichishga o'rganib qolgani sababdan ham onani ko'kragini отказ qilgan. Chunki onani emganda bolani og'zidagi 40 ta mishsa aktiv ishlar ekan. Butulkani emganda bo'lsa, bu 4 tadan 10 tagacha tushib ketar ekan. Shu sababdan ham qo'pol qilib aytganda, chaqaloqlar dangasa bo'lib qoladi, qiynalib onani ko'kragini emgisi kelmay qoladi. Nimaga sifatli butulkalar qimmat degan savolga ham javob shunda. Chunki ularni ichayotganda bola butulkadan sharillab chiqib ketib qolmaydi. Bola shu uchun ham juda ham tez o'rganib qolmaydi. Va shuni ham aytib o'taman, xuddi mening ikkinchi farzandimga o'xshab, ba'zi bolalar umuman har qanaqa butulka bersangiz ham olmaydi. Prosta olmaydi. Sababi yo'q. Sababini o'zim ham topa olmaganman. So'zkani emasdi, butulkani emasdi. Va bizga ko'p onalar yozishadi. Bolamni emizolmayotganim uchun vijdonim qiynalyapti yoki qaynonam gapiryaptilar, bitta bolani qoylatib emizib katta qila olmayapsiz deb shunaqa savollar ko'p keladi bizga. Bitta narsa bor, har doim ham bu narsa odamning qo'lida bo'lmaydi. Chunki ba'zi holatlarda onalar shu sutidan har xil infeksiya aniqlanadi. Bolaga bu tushmasligi mumkin yoki menga o'xshab o'qigan, ishlagan bo'lishi mumkin. Shunaqa vaziyatda majbur bo'lishadi. Bu ham Alloh tomonidan deb bemalol ayta olaman. Chunki agar bolani rizqi bo'lganda shu ona suti har qanaqasiga ham emgan bo'lardi. Demak, shu rizq emas ekan, shunaqa bo'lishi kerak ekan, shunaqa bo'lgan. Bunga yengilroq qarash kerak. Yana bitta mif aytaman sizlarga, tipa agar smes ichsa bola sog'lom bo'lmaydi, immuniteti yaxshi bo'lmaydi. Bu umuman yolg'on. Shaxsan o'zim boshimdan o'tganicha aytaman. 3-farzandim eng kam emgan farzandim, qolganlariga nisbatan eng immuniteti yaxshi, eng yaxshi katta bo'lgan, umuman kasal bo'lmagan, sog'lom bo'lib katta bo'lgan desam ham bo'ladi. Bu gapim bilan men smesni katta qilinglar demayman. Ona sutiga yetadigani yo'q. Buni hamma tan oladi, hamma olimlar, men ham shu qatori. Har doim biz ona suti tarafdorimiz. Lekin yuqorida aytganimdek vaziyatlar bo'lsa, bunaqa vaqtda umuman siqilib, nerv siqib o'tirmanglar. Eng muhimi bo'lsa, sizlarning sog'lig'inglar, bolalarning sog'lig'i shu. Qolgani hammasi bo'ladi, hal qilsa bo'ladi. Bu mening shaxsiy fikrim edi. Agar sizlarda ham qanaqadir fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiringlar, xursand bo'laman.